Daryo va soy o'zallarini tozalash jarayonida bajaruvchi qanday hollarda buyurtmachiga penya va jarima to'laydi? O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 261-moddasida neustойка shakllari belgilangan bo'lib, ulardan jarima va penya neustойка shakllariga kiradi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasining xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnoma huquqiy bazasi to'g'risidagi qonunda ham shartnoma majburiyatlarini bajarmaganligi uchun penya to'lash belgilangan. Penya bajaruvchi tomonidan shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarishni kechiktirgan har bir kun uchun hisoblab chiqiladi va kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5% miqdorida belgilanadi. Bunda hisoblangan penyaning umumiy miqdori majburiyatning bajarilishi kechiktirilgan majburiyat bahosining 50% dan oshmasligi lozim.